marjandiki me. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Me. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Mening beshidan ulinadigan shakli. Misol: miltiq. Mening bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: maymun. Mening oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: sim. Mening ayrim shakli. Misol: qalam. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Miltiq. Mi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Maymun. Mi harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Sim. Mi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qalam. Mi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga ayishib o'qinglar. May, mash, mis, pam, nam, tom, os, man, osmon, os, man, osmon, nim, inim. Ana mektubim. Ajab mehribon, bekmu qadrdon, suyimlik makon. Ana mektubim. Nurini chashqan, dilni yo'ritgan, o go'yo quyosh. Ana mektubim.